Oramizda shaxsiy brend qurishda kameradan qo'rqish yoki o'zining ovozidan uyaladiganlar juda ham ko'p, lekin endi qarang. Avatar degan tushuncha juda ham ommalashmoqda, lekin nimagadir juda ham ko'pchilik foydalanmayapti. Endi qarang. Avatar bu sizga nimaga kerak desa, siz 5 daqiqa yoki 10 daqiqa kameraga tushasiz yoki oddiy telefonda bo'lishi mumkin va shu orqali siz yuzlab, minglab video qilasiz. Va bu bizga nimaga kerak desa, qarang, biz bitta nishada qotib qolgandan ko'ra 5 ta 6 ta akkaunt ochasiz. Hammasi har xil yo'nalishda bo'lsin. Biri sun'iy intellekt, biri SMM, biri shaxsiy brend va o'sha 3 ta kanalingizda to'liq siz AI bilan yurgizasiz. Postni avtomatik joylaydi. Videolarga umuman tushmaysiz, avatar orqali to'liq kanallaringizni yurgizsangiz bo'ladi va Instagramning IP'sini olib qo'yib, avtomatik AI'ni o'zi joylaydigani ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qarang, bu juda ham zo'r imkoniyat. Nimaga? Chunki hozir bitta studiyaga borasiz, agar kameraga tushsangiz falon pul deydi. Siz endi bir haftada 3 marta 4 marta borgandan ko'ra, prosta 5 minut, 10 minut kameraga tushib qo'ying bo'ldi. To'liq qolganini AI'ga topshiring.